shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor, allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga, kerak emas qanoti upar onamga, shul sababdan farishtasiz deya olmayman, farishtalar o'xshar mening onamga. Assalomu alaykum, yana bir bora assalomu alaykum. Doimiy ravishda bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan barcha jigarlarimiz, yana bir bora sizlar bilan tinchlikda, xotirjamlikda, sog'likda, salomatlikda Alloh taoloning fayzli, barokatli oqshomlarini birida tinch, xotirjam, farovon jannat makon diyorimizda, bir-biridan chiroyli so'lim yillarimizda, to'y va tantanalarda, qolaversa tabriklar loyihasida didorlashib turganimizdan bag'oyatdan minnatdormiz va mana shunday kunlarga yetkazganiga biz Alloh taolaga, yaratganga ko'p shukrlar aytamiz, cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Alg'abos ovliga yetib keldik. Mana shu ovulimizda istiqomat qiluvchi o'zlarini uzoq yillardan beri ana shu bosib o'tgan ibratli, o'rnakli yo'llari bilan barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan qolaversa, mana shu elimizda o'zlarini uzoq yillardan beri samarali, halol, fidokorona mehnatlari bilan butun elimiz uchun, butun jamiyat uchun hurmatli bo'lgan insonlardan qolaversa, siz u biz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan Hasanboy akamizni, Anorgul opamizni xonadonlarga mana butun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tashrif buyurdik. Mana shu bugun Munis muhtarama onajonimiz Anorgul onamizni tabarruk muborak 65 yoshlari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilish maqsadida ushbu xonadonga tashrif buyurdik. Demak, ijodiy jamoamiz mana Bobur dekor chiroyli ana shu sahna bezaklari qolaversa, ana shu YouTube ijtimoiy tarmog'i, undan tashqari mana tasvirchi do'stimiz Ne'matjon, Xudo xolasa birgalikda ana shu xonadondagi tabarruk insonlarning quvonchlariga quvonch ulashish maqsadida tashrif buyurdik. Undan tashqari ularni butun dunyoni shodliklari bilan, butun dunyoni boyliklari bilan topib bo'lmaydigan bebaho, oltindan qimmat bo'lgan duolarni olish maqsadida tashrif buyurdik. Demak, onajonimizni bugungi tavallud ayyom munosabati bilan ana shu farzandlari, jigarbandlari, ko'zlarini oq va qorasi bo'lmish mana Yerbol, Erkin, Elmurod, Elmirzalarning nomidan qolaversa, butun sulola nomidan albatta onajonimizni bugungi tavallud ayyomlari bilan tabriklab qo'yamiz. Mana Xudo xolasa bugungi tavallud ayyomi uchun maxsus tayyorlangan shirinlik tortlar, chiroyli guldastalar, mana shu onajonim degan chiroyli sahna bezaklar bilan onajonimizni kutib olamiz. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Qani marhamat. Şifa sözleriniz ana, meyrim dolu gözleriniz ana, bizge vakit sıyladınız ana, canım ana, ana. Dilge şifa sözleriniz ana, meyrim dolu gözleriniz ana, bizge vakit sıyladınız ana, canım ana. Anlaşım, sizin olmadığınızda arnaya balalarını kendilerine atan Monşar'ın Kazal Kayşakları anamızı Şeker anamda, babasın maktaydı her kadamda. Baylığım balam deydi, vakit solmadan deydi, anlaşım akılışımda danamda. Baylığım balam deydi, vakit solmadan deydi, anlaşım akılışımda danamda. Ana, dilge şifa sözleriniz ana, mirim dola gözleriniz ana. Bizge vakit sıyladınız ana, canım ana, ana. Dilge şifa sözleriniz ana, meyrim dola gözleriniz ana. Bizge vakit sıyladınız ana, canım ana.
Gözleriniz ana bizga baxit siyladingiz ana Mağanam yeriz Koşup veremem, söyleyecektim. Saki attı. Deydi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram ota-onalarni tutib mukarram. Bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni ota-onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zning tagiga yetarsan, avvalo otangni, onangni rozi etarsan. Assalomu alaykum barcha tabarruk otaxonlarimiz, muhtarama onajonlarimiz, sizlar bilan aytib o'tishimiz joizki, tinchlikda, xotirjamlikda, sog'likda, salomatlikda ana shunday bir aziz insonlarni, xonadonlarda bir aziz insonni tavallud ayyomida diydorlashib turgandan juda ham xursandmiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib boya ta'kidlab o'tganimizdek Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Alg'abos ovulga yetib keldik. Ushbu ovulimizda istiqomat qiluvchi Hasanboy otamizni, Anorgul onamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Mana bugun muhtarama onajonimiz Anorgul onamizni ropparasa muborak 65 yoshlari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Onajonimiz tabriklaymiz. Alloh taolo umringizni uzoq qilsin. Ana shu otajonimiz bilan uzoq yillar davomida qo'sha qarib, farzandlar, nevara, chevara, evaralarni baxti kamolni ko'rishlikni yaratganda o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Endi shu bugungi tavallud ayyom munosabati bilan farzandlaringiz Yerbol, Erkin, Elmurod, Elmirzalar nomidan qolaversa butun sulola vakillari, qarindosh, yaqinlar, do'stu, oshnolar nomidan bugungi tavallud ayyom bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Alloh taolo ana shu 70 ga to'libdilar, 80 ga, 90 ga, 100 yoshga to'libdi degan vaqtimdan biza shu ijodiy jamoamiz bilan kelib sizlarning quvonchlaringizga quvonch, shodliklaringizga shodlik qo'shib o'tirishni yaratganda o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Endi shu farzandlar nomidan bugun chiroyli shunday sahna bezaklar qolaversa, siz uchun alohida chiroyli guldastalar qolaversa, ana shu shirinlik tortlari tayyorlanibdi. Muborak bo'lsin deymiz. Alloh taolo hamisha shunday farzandlarni, kelinlarni, nevara, chevara, qarindosh, yaqinlarni ana shunday atrofida, hurmatida yashashlikni yaratganda o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Endi farzandlaringizni nomidan bugungi tavallud ayyom munosabati bilan yana qo'shimcha she'riy sovg'alarimiz ham bor. Uni ham ulashib qo'yamiz. Xudo xolasa bo'ladimi? Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda, kulishlari chiroylik onam. Asrab meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, turishlari chiroylik onam. Parvo qilmay zolim zamonga, yaxshimisan der mendek yomonga, keldingmi deb mening tomonga, yurishlari chiroylik onam. Erkalanib ketsam ataylab, yosh bolaya deydilar yayrab, par qo'lida asta avaylab, urishlari chiroylik onam. Jannatginam go'zalim xushro'y, rayhon hidli ifori xushbo'y, ko'zim tushar ba'zan turfa o'y, surishlari chiroylik onam. Ey yuragim tingla buni xo'p, ta'zim qilib oyoqlarin o'p, butun dunyo sevgisidan ko'p, suyishlari chiroylik onam. Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda, kulishlari chiroylik onam. Demak, ushbu she'riy sovg'ani butun farzandlar nomidan tuhfa qilamiz. Tabriklaymiz. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Endi ana shu tavallud ayyom munosabati bilan shu yerda tilak bildiradigan, tabrik bildiradigan yaqinlarimiz bor, mana otalarimiz bor, qarindoshlari bor, onajonlar va xudo xolasa bir chetdan bir chiroyli tabriklarni qabul qilamiz. Onajonimiz siz boshlab berasizmi? Marhamat. Olsun baldaran qizan görüp jüre bergeysin. Dening sağ bolsun Xudoyim. Hem vaqt yaxshi günlerinde oturgaymiz tug'ilgan günde bere bergeysin yılda. Aqtiqlaring qizig'in görüp jüre bergeysin. Rahmat, sog' bo'ling. Qani davom etamiz. Tabriklanglar. Tabriklang. Xudoyga tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin. Baldaringizning qizig'in Xudo buva men tengdek ko'rib nasib ete bersin. Densoqligingiz mıqti bo'lib, aqtiqda sog'liqda bo'lgan, o'shanday yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Yana yaqinlar tabriklanglar hammang. Tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin. Umr jashingiz uzoq bo'lsin. Oldimizda sog' yuring. Aqtiq sog'liq, nemere ko'rib, qizig'ini bo'lenib yuravering. Quvonib o'ynab kulib. Papam men teng qartaying. O'shanday qiziqli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Baxtli bo'ling.
Aldığımızda sağ жүрің. Sen tebriklesin bir yakın devam etsin. Құтты болсын туған күніңіз. Құдайым 100-ге кірің, алдымызда сау болып жүре берің. Атам мен тең қартайып, сол немереңіздің қызығына тоймай жүре берің. Мама, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Біздердің алдымызда, папамның алдында аман бол. Sen tebrikleyin devam edin. Мама, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, алдымызда жүре берің да. Өсіріп атқан немерелеріңіздің алдында күліп ойнап жүре берің. Атаммен тегінде қартайың. Туған күніңіз құтты болсын. Мама, туған күнің құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Денің сау болсын. Алдымызда ойнап күліп жүре бер. Бақытты бол. Мама, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Әрдайым өстіп ойнап, күліп, алдымызда қартая беріңдер. Не дейміз, 100-ге кірің, одан да өтіп кетің. Әйтеуір, алдымызда ойнап күліп жүрің. Ақтық болың, шаулықты болың, солардың қызығын көріп. Не дейміз, баршаңыздың үйінде осындай тойлар болсын, жақсы күндер болсын. Ке бола. Айтылып отырған бәрі жақсы тілектер айтып жатыр. Тілектердің бәрі қабыл болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алдымызда ойнап күліп жүре беріңіз. Hasan Bey'e de tebrikleyiniz. Болды, рахмат. Şu təbriklərin bari qabul olsun, ömür jası uzaq bolsun. Yaxşı günlərdə, toylarda oturub nəsib ete versin. Ne deyimiz, ömür jası uzaq bolsun. Rahmat deyimiz. Selamat bulun. Yana kimler var? Tebrikleyimiz. Mən. Ha, tortta alınlarınız birin. Hani ay. Söyle. Ha söyle. Mən. Söyle, bala qarab Hani. Bek çok. Ay. Құтты болсын де, туған. Әлихан айтады. Әрже туған күніңмен. Рахмат. Rahmat deyimiz, katta rahmat. Selamat bulun. Şirlik tortdan ap qo'yamiz endi. Ap qo'yamiz. Demak, hozir bildirilib o'tilgan hamma yaxshi niyatlar Alloh taolaning dargohida ijobat bo'lsin. Bugungi tavallud ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Ana shu ota-onamiz Xudo xolasa qo'sha qarib, hojona bo'lgan vaqtlardan ham kelib tabriklab o'tirish nasib etsin. Endi hech kim ketmaydi. Xudo xolasa chiroyli bir o'yin kulgilar ham bo'ladi, chunki esdalik video bo'lib qolsin, nasib etsin. Bo'ldi, aytamiz Xudo xolasa. Aytamiz. Bor sizga navbat bor Xudo xolasa. Endi Xudo xolasa davramizda o'yin kulgilar bo'ladi. Ana undan oldin shu onajonimizdan bir chiroyli tilaklarni hamda oq fotiha duolarini qabul qilib olamiz. Marhamat. Mana shu meni tabriklab kelganlaringiz uchun hammangizga rahmat. Hammangiz baxtli bo'linglar, Abdayli nesibeli bo'lg'aysizlar baringizni deb o'shunday yaxshi kunlarga yetira bersin. Men iki qudag'ayim kela olmay qoldi. Ikkovinde iki sebep bo'lib qoldi, sebepkor. Solar kela olmay qoldi qudag'aylar. Solar uchun uzr so'rayman aytib. Bo'ladi, baringizga rahmat. Baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat deymiz, katta rahmat, sog' salomat bo'ling. Endi Xudo xolasa ota-onamiz, qarindosh, yaqinlar bir o'ynab kulamiz. Marhamat, qo'shiqlarni qo'yaveringlar bemalol.
Men sana çok demedim. Asla koyun oylum. Koyun oylum. Çok demedim. Asla koyun oylum. Koyun oylum. Seni kıyıpsıp yanıp bir gün döndülerim yeter sağım seni anıp kıyıpsıp yanıp bir gün döndülerim yeter sağım Gülüm nege şok emes senin gülün dol emes merak gülüm çok emes sürekli yarım Gülüm nege şok emes senin gülün dol emes merak gülüm çok emes sürekli yarım Gülüm şayda bir gün vadin kayda suyudur yarım Gülüm ayda benim gülüm şayda bir gün vadin kayda suyudur yarım Gülüm nege şok emes senin gülün dol emes merak gülüm çok emes sürekli yarım Gülüm nege şok emes senin gülün dol emes merak gülüm çok Sağın kara sözlerimde aytaman men canan ey canan ey Maga kara kulgeni bunşa yaman ey yaman ey Sağın kara sözlerimde aytaman men canan ey canan ey Maga kara kulgeni bunşa yaman ey yaman ey Canım senin gözlerin kulgeni Yüreğimde maydala kulgeni köyün Senin aşkında küygen canan ey canan ey Canım senin gözlerin kulgeni Yüreğimde maydala kulgeni köyün Senin aşkında küygen canan ey canan ey Köyümde magadaki sözlerim senin kaldıma Meni oylap kışkine yüreğin candıma Köyümde magadaki sözlerim senin kaldıma Meni oylap senin kışkine yüreğin candıma Canım senin gözlerin kulgeni Yüreğimde maydala kulgeni köyün Senin aşkında küygen canan ey canan ey Canım senin gözlerin kulgeni Yüreğimde maydala kulgeni köyün Senin aşkında küygen canan ey canan ey
Dünya tenizli bulsa, mağan bir hayık gerek. Sulu meyrimsiz bulsa, oğan dünya bul gerek. Dünya tenizli bulsa, mağan bir hayık gerek. Sulu meyrimsiz bulsa, oğan dünya bul gerek. Ertekte şalgan bulabilir, şair bilgenin yazabilir. Aşklar birge bulmay, yürekte dertli salabilir. Şair bilgenin yazabilir. Aşklar birge bulmay, yürekte dertli salabilir. Ademlerim tez tez basamam. Sen tarifte kara işamam. Işrasamız bugün, bugün gün gün. Masalı göklerim şaşamam. Ademlerim tez tez basamam. Sen tarifte kara işamam. Işrasamız bugün, bugün gün gün. Masalı göklerim şaşamam. Saçları koydum, la 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 gülüm. Sadan jaktan giydim canım, canım. Zor kozuk çıkardım, dara sözü var. Yaşlanıp bir oyna oyna canım, canım. Saçları koydum, la 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 gülüm. Sadan jaktan giydim canım, canım, canım. Zor kozuk çıkardım, dara sözü var. Yaşlanıp bir oyna oyna canım, canım. Ya kızdan gözleri kara, dostlarımın işini sarar. Tek seni süyen, özünü süyen, yüreğimle muhabbet. Yerke kızdan gözleri kara, dostlarımın işini sarar. Tek seni süyen, özünü süyen, yüreğimle muhabbet. Saçları koydum, la 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 gülüm. Sadan jaktan. Екеуміз жүргенбіз қалада суықта. Қыз кеткен дария самалын ұмытпа. Апаңның үйіне мінгізіп көріп кел. 18 жасымды естедім електен. Ақ көйлек жаған қызлар сынып тұрмаған. Жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Ақ көйлек жаған қызлар сынып тұрмаған. Жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Төртінде жол алдық мұхаббат сапарға. Телефон шырылдар таңымыз атарда. Асықтың сонша кімге кімлерге. Тұрмысқа кеттің қарамай қатарға. Ақ көйлек жаған қызлар сынып тұрмаған. Жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Ақ көйлек жаған қызлар сынып
aman ah köylem köy sağam kızlar sınıp turmadan Şürekimnin şartısı kayda jirsin bol aman Sol geçti toyda Dursan tağı Önerdin köp koysаңы Қызықтың алда бәрі Қарап тұрсаң тағы Достарым өнер сені Аман болсын бәрі Жүрегім менің молодой Достарым менің золотой Бауырларым бар дорогой Бақ шықыр ғажап қой Жүрегім менің молодой Достарым менің золотой Бауырларым бар дорогой Бақ шықыр ғажап қой Аман болып бәрің жабырқамай жаның таусылмасын әнің құрбы құрдастарым қуанышқа орай арамыз ажырамай билейікші кәне аса оппа жүрегім менің молодой достарым менің золотой бауырларым бар дорогой бақ шықыр ғажап қой жүрегім менің молодой достарым менің золотой бауырларым бар дорогой бақ шықыр ғажап қой Кел биле достарым бұл өмір қысқарым жарқырап тұрса аспаным достарым менің Кел биле достарым бұл өмір қысқарым жарқырап тұрса аспаным достарым менің Жүрегім менің молодой достарым менің золотой бауырларым бар дорогой бақ шықыр ғажап қой Bir resim üşerip anna degen Bakıtı balam menen Sel gana alыстап ketsem onu Sağınıp kala berem Özgeden özgeşe bağa menen Bärinin dara körem Түсірмей бағасын, ардақта баласын, арнады балаң өлең. Анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Сүрейіп көңілді біз өмірді, шүкірді барыңызға. Анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға.